K-pop guruh O'zbekistonda. Imенно sizlarda K-pop guruh kelishi mumkin O'zbekistonga. Buning uchun sizlarning yordamingizga juda ham muhtojmiz. Ofitsialni Instagramda va Telegramda ham bormiz. Sizlar kirib bemalol подписаться qilsanglar bo'ladi, чтобы prям informatsiyalarni qolmasligi uchun. И, конечно, aktivnostni sal ko'tarishimiz uchun, chunki именно siz shu orqali голосованиеlar vaqt ajratganingiz uchun, ko'p auditoriya yig'ilgani uchun bizda imkoniyat kattaroq bo'ladi, ko'proq foizga oshadi. Keling, sizlarni K-Puls komandasi bilan tanishtiraman. Men ismim Mohina, K-Puls komandasida ishtirokchisiman va bizning birinchi proyektimiz esa bu albatta Mokoji bo'lgan. Ya'ni qatnashib borganmiz Mokojida. Mokojida mendan tashqari, конечно, paytman yo'q edi. Mokojida esa Kai, Eli, Fable kelishgan. Undan keyin esa Blinky bo'lgan. Blinkyda 0 dan boshlab fan baza yig'ib, hammani yig'ib, xullas konsertda zo'r o'tkazganmiz. Yangi proyekt bu Black Swan. Black Swan ham ko'pchiliklar bilasizlar, kelgansizlar, qatnashgansizlar, sizlar bilan ko'rishganmiz. Va albatta Teha, Momolanti участница, бывшая участница Teha bilan ham kontestda ko'rishgandik. Endi sizlarni iltimos qilib qoladigan narsam bu yordaminglar. Ya'ni yordaminglar esa prosta aktiv. Faol bo'lish, meni Instagramimga faol bo'lish, K-Puls Instagramiga va albatta Telegramimizga ham chunki ko'p опросникlar o'tkazamiz. O'z xulosalaringizni qoldiringlar, голосовать qilinglar chunki juda ham kerakli narsa. Голосование orqali biz statistika olib chiqib qolamiz. Statistikani esa investorlarga yoki-da o'z karislarga, labellarga ko'rsatish kerak bo'ladi. Kelinglar qo'l ushlashib birga K-poplarga harakat qilaylik. Yana sizlardan iltimos. Chatda spam qilmanglar. Qo'limizdan nima kelsa shuni qilamiz. Stray Kids petitsiyasi bo'lmasa, bu degani ularni xohlamaymiz degani emas. Yordam bera oladigan narsalar bu mana shu голосование. Agar o'zingizdan tashqari nimadir xohlasanglar, uzr, biz yordam bera olmaymiz. Obuna bo'linglar va sizlar bilan K-pop konsertida ko'rishguncha.